Aka, mana olaylik. Olma. Voy, olaqa o'shanisi senga tekin, xo'p? He. Ha, salamiz, mamladan. Turmushga chiqyapmisiz? Kuyov bormili? Voy, menmi? Sizda. Yo'q, Yo'q. chiqmaganman. Endi so'raganda aybi yo'q, pochcha tag'in rashk qilarlarmi deyman-da. Ay, yo'q, rashk qiladigan odamim ham yo'q. Ha. O'zlari Bo'ydoman. Baxtimni izlab shu qishloqqa keldim. voy, juda zo'r qizda kelib. Shu magazin atroflarida ham yaxshi qizlar bor-da. Ayo'g'a, magazinni ichidagisichi? Nima deb o'ylaysiz? U ham bo'laveradi. Yaxshi. Soling shirinliklarni. Bo'ldi, hafsalamiz. Bu egasi bilan qo'shib sotmaysizmi shirinliklarni? Yo'q. Chakkizlik rayhonlaringizdan. Voy, rahmat. Bu chakkizdagi rayhoningizni o'zi nimaga taqiladi, bilasizmi? Endi eskilarni aytishi bo'yicha xushbo'y hid borib tursin deb taqilar ekanda. Ayo'g'a. Ha? O'zi men boshqacha eshitganman. Qanaqa eshitgansiz siz? Eski momolarimiz bu chakkalardagi rayhonni yuzlariga pashsha bilan chivin o'tirmaslik uchun taqishgan. Shuning uchun. Nech pul bo'ldi? 56 ming. 100 ming berib yubor. Hozir. Qaytimi kerak emas. To'xta. Bu yoqqa kel. Ma. Hech narsa kerak emas. Aloq. Sog' bo'ling, Maburaxon. Omon bo'ling. Rahmat opa. Tuzura odamlar olib kelibdir. Hop. Landavur. Kelgan odamini qarang. Tavba qildim. Asabim pist.